Vatan himoyachisi bu so'z o'zida katta ma'noni mujassam etgan. Yurt tinchligi, el osoyishtaligi yo'lida bedor o'tkaziladigan tunlar, sarhadlarimiz daxlsizligini saqlash yo'lidagi mashaqqatlar. Buni egniga harbiy libos kiygan, o'z taqdirini vatan taqdiri bilan bog'lagan er-yigitlar yaxshi biladi. Prezidentimiz tashabbusi bilan barcha sohalarda bo'lgani kabi harbiy sohada olib borilayotgan islohotlar sabab sharafli va mashaqqatli kasb egalari, harbiylar va ularning oila a'zolari uchun ham munosib shart-sharoitlar yaratib berish, har tomonlama ularni qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Janubi-g'arbiy maxsus harbiy okrugi tasarrufidagi harbiy qism va muassasalarda ham bu borada aniq chora-tadbirlar asosida ishlar yo'lga qo'yilgan. Doimiy ravishda harbiy xizmatchilar uchun sayyor qabullar, turli uchrashuvlar o'tkazib kelinyaptiki, bu har tomonlama soha xodimlari uchun manfaatli bo'layapti. Ana shunday sayyor qabullarning navbatdagisi Muborak tumanidagi harbiy qismda bo'lib o'tdi. Qarshi harbiy prokuraturasi va tegishli tashkilotlar hamkorligida o'tkazilgan ushbu qabulda harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari turli masalalarda amaliy yordam so'rab murojaat qilishdi. Qarshi harbiy prokurori har bir murojaatni birma-bir tinglab, aksariyat masalalarni shu yerning o'zida hal etishga asosiy e'tibor qaratdi. Harbiy prokuror bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilingani sayyor qabul ishtirokchilari uchun yanada qulay bo'ldi. Shuningdek, tegishliligi bo'yicha boshqa tashkilotlarning ham rahbarlari, mas'ullarining ishtiroki ta'minlandi va bu murojaatlarning hal etilishida muhim sanaladi. Bu kabi sayyor qabullar harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarini qo'llab-quvvatlash, muammolarni bartaraf etishga qaratilgan bo'lib, okrug tasarrufidagi harbiy qismlarda uzviy ravishda o'tkazib kelinmoqda. Shu kungi qabul davomida aksariyat murojaatlar shu yerning o'zida hal etilgan bo'lsa, yechimi yuzasidan vaqt talab etgan murojaatlar nazoratga olindi. Shuningdek, ba'zi masalalar bo'yicha murojaat egalariga huquqiy maslahatlar berildi. Bu ham mamlakatimizda inson qadri va manfaatlari yo'lida olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlarning bir namunasidir. Bu kabi amaliy ishlar harbiy xizmatchilarning huquq va manfaatlarini ta'minlash, jangovar shayligini oshirish yo'lida muhim ahamiyatga ega sanaladi. Bugun mamlakatimiz miqyosida sog'lom turmush tarziga amal qilish, kasalliklarga qarshi kurashish va ularni erta aniqlash borasida tizimli ish olib borilmoqda. Viloyat markazlaridan tortib eng olis aholi yashash manzillarigacha tibbiy ko'riklar tashkil etilib, eng tajribali mutaxassislar tomonidan tibbiy xizmatlar ko'rsatilyapti. Bu ham aholi orasida sog'lom turmush tarzini shakllantirishning muhim omillaridan biri sanaladi. Harbiy sohada ham bu boradagi amaliy ishlarning salmog'i ortib bormoqda. Qarshi harbiy gospitalda harbiylar va ularning oilalari salomatligini asrash maqsadida navbatdagi chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik bo'lib o'tdi. Ana shunday tibbiy ko'riklar faqatgina gospitalda emas, viloyat markazidan olisda joylashgan harbiy qismlarda ham doimiy tarzda o'tkazib kelinadi. Shu kungi tibbiy ko'rikda esa harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari chuqurlashtirilgan ko'riklardan o'tkazildi. Zamonaviy tibbiyot uskunalari orqali jarayonlarning tashkil etilishi tibbiy ko'rikka kelganlar uchun yanada qulaylik bo'ldi. Tekshiruvlar davomida mutaxassislar har bir ko'rikdan o'tuvchi bilan samimiy muloqot olib borib, ularga kerakli tavsiyalarni ham berib bordi. Ayniqsa, bugungi kun uchun dolzarb hisoblangan sog'lom turmush tarziga amal qilish, jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanish, sog'lom ovqatlanish qoidalariga amal qilish atroflicha tushuntirildi. Tibbiy tekshiruvlar natijasiga ko'ra batafsil xulosalar hamda davolanish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Tajribali mutaxassislar har bir ko'rikdan o'tuvchining ayni vaqtdagi holati, sog'ligiga oid amal qilish kerak bo'lgan jihatlarini birma-bir tushuntirib berishdi. Bugun
Qarshi harbiy gospitali mutaxassislari okrug tasarrufidagi harbiy qism va muassasalar harbiy xizmatchilari va ularning oila a'zolari salomatligini asrash, kasalliklardan himoya qilishda samarali faoliyat olib bormoqda. Shu kungi qabul davomida ham ko'rikdan o'tuvchilar salomatligiga oid har bir jihatga e'tibor qaratildi. Bu ham yurt himoyachilarining salomatligini asrash, ularning oilalarida tinchlik, totuvlik hukm surishi, xotirjam xizmat qilishlari yo'lida muhim ahamiyatga egadir. Viloyatimiz miqyosida yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning sohaga oid qiziqishlarini qo'llab-quvvatlashga muhim ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Kitob tumanida ham ana shunday maqsadlarga xizmat qiluvchi bir qancha tadbirlar tashkil etildi. Unda tuman yoshlari faol ishtirok etdi. Dastlab rahbar va yoshlar uchrashuvi o'tkazildi. Bu uchrashuv doirasida mudofaaga ko'maklashuvchi tashkilotlar faoliyatining ustuvor yo'nalishlari, xususan yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ular orasida texnik va amaliy sport turlarini keng ommalashtirish hamda mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasb egalarini tayyorlash borasidagi amalga oshirilayotgan ishlar haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Qizg'in va samimiy ruhda o'tgan uchrashuv savol-javoblar shaklida davom etdi. Tadbir ishtirokchilari o'zlarini qiziqtirgan masalalar yuzasidan mutasaddilarga murojaat qilib, tegishli javoblarni olishdi. Shuningdek, tadbir doirasida yoshlar uchun ko'rgazma tashkil etildi. U o'quv avtomobillari hamda sport seksiyalari faoliyatiga bag'ishlandi. Unda yoshlar o'zlari uchun qiziqarli bo'lgan barcha ma'lumotlarni olishdi. Bugun ushbu to'garaklarda mutaxassislar tomonidan qanday bilimlar o'rgatilishi, u kelgusida nimalarga asqotishi batafsil tushuntirildi. Shu kuni zamonaviy o'quv avtodromi tantanali ravishda foydalanishga topshirildi. Ochilish marosimida so'z olganlar zamonaviy o'quv avtodromi haydovchilarini amaliy jihatdan puxta tayyorlash, yo'l harakati qoidalarini real sharoitga yaqin muhitda o'rgatish hamda xavfsiz haydash ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etishini alohida ta'kidlashdi. Ma'lumot uchun, yangi o'quv avtodromi haydovchilikning barcha toifalari bo'yicha amaliy mashg'ulotlarni o'tkazishga mo'ljallangan bo'lib, zamonaviy talablar asosida jihozlangan. Joylarda o'tkazilayotgan ana shunday tadbirlar orqali o'sib kelayotgan yosh avlod qalbida vatanga muhabbat, yurtga sadoqat tuyg'ulari yanada mustahkamlanadi. Ularning sohaga oid bilimlari, ko'nikmalari yanada ortadi. Bu esa ma'nan yetuk, jismonan sog'lom avlodni kamol toptirishda muhim ahamiyat kasb etadi va ana shunday ezgu maqsadlar yo'lida xizmat qiladi.